Yuragimda sensan, Elzod Sultonov. Ba'zi muhabbatlar shunchaki bir tuyg'u emas, ular insonning butun hayotini o'zgartiradigan sinovdir. Yuragimda sensan, bu sevgi, sog'inch, sadoqat va qalbning eng nozik kechinmalari haqida hikoya qiluvchi ta'sirli asar. Muallif Elzod Sultonov voqealar orqali inson qalbida kechadigan kurashlarni, umid va armonlarni samimiy tarzda tasvirlaydi. Asar qahramonlari muhabbat yo'lida turli sinovlarga duch keladi. Ba'zan taqdir ularni yaqinlashtirsa, ba'zan esa uzoqlashtiradi. Ammo chin yurakdan sevgan insonning tuyg'ulari vaqt va masofadan ham kuchliroq ekanini anglaymiz. Har bir sahifa o'quvchini o'ylashga majbur qiladi. Har bir voqea qalbga yaqin tuyuladi. Kitob bizga shuni eslatadiki, haqiqiy muhabbat faqat quvonch emas, balki sabr, ishonch va fidoyilikni ham talab qiladi. Agar siz yurakka yaqin hikoyalarni, ta'sirli voqealarni va unutilmas qahramonlarni yoqtirsangiz, Yuragimda sensan aynan siz uchun. Bu shunchaki kitob emas, bu qalb bilan his qilinadigan hikoya. Elzod Sultonovning Yuragimda sensan asarini o'qing va muhabbatning chin ma'nosini yana bir bor his eting. Balki bu hikoyada siz o'zingizni toparsiz.